Men bu holat bilan prokuraturaga boraman. Men bir pulni olishdi mendan. Men hozir boshini hisoblataman, necha pul chiqishini ko'raman. Mana ikkinchisi уже 825 mingga bo'lyapti. Почти 100 ming raznica. Qardam adashadimi bular? Indamay bilmay ketaversa bo'ldi ekanmi? Hozir birisini topish qiyin payti nimasi bu? Xalqni vechini aldash. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda yirik savdo tarmoqlari, xususan Korzinka supermarketlarida xarid qilingan tovarlar narxi kassa chekida ko'rsatilgandan farq qilayotgani haqida videolar tarqalmoqda. Xaridorlar orasida tovarlarning real bahosi va to'langan summa o'rtasidagi nomutanosiblik yuzasidan haqli e'tirozlar ko'paymoqda. Bu kabi holatlar ko'pincha texnik xatoliklar yoki narxlarning yangilanishidagi kechikishlar oqibatida yuzaga keladi. Aksiyalar yoki chegirmalar savdo zalidagi yorliqda o'zgargan bo'lsa-da, kassa tizimiga o'z vaqtida kiritilmagan bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iste'molchining huquqini poymol bo'lishi uchun bahona bo'la olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu videoda bir ayol 900 ming so'mdan ko'proq narxda mahsulot xarid qilgan. Biroq ushbu ayolning e'tirozlari sababli mahsulotlar qayta hisoblanganda ushbu mahsulot summasi 916 ming so'm emas, balki 825 ming so'm bo'lib chiqdi. Ana qaraylar mana. Anaqasini shotini ham tarjimasini ko'rsak, mana bir pulni olishdi mendan. Men hozir boshini hisoblataman, necha pul chiqishini ko'ramiz. Yo'q. Qaraylar. Birinchisi 916 ming so'mda bo'lyapti. Ana ikkinchisi уже 825 mingga bo'lyapti. Почти 100 ming raznica bilan bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Bu menda 4-holat 500 mingdan, yengil payti 1 milliondan, voy adashimiz degan. Qardam adashadimi bular? Indamay bilmay ketaversa bo'ldi ekanmi? Hozir birisini topish qiyin payti nimasi bu? Xalqni vechini aldash. Nimaga men hozir почти 1 millionlik tovar olaman, 500 ming bo'ldi sizdan deyapti-da, qo'shib berishyapti. Men bu holat bilan prokuraturaga boraman. Chora ko'rishinglarni xohlayman, chunki bu birinchi marta emas. Bu jarayonni qanday tushunish mumkin? Sotuvchi xaridorga bitta mahsulotni 2 martadan chek urib sotganmi yoki olinmagan mahsulotlarni ham qo'shib hisoblaganmi? Agar sotuvchi ishchi yangi kelgan bo'lsa, boya aytganimizdek, aksiya yoki chegirmalarni bilmay urib yuboribdi yoki hisoblashda xatolik bo'libdi deb qutulib qolsa, xalq bilmaydi deb sotaverish kerak degani emas-ku. Hamma ham bu ayol kabi chekiga qarab olmaydi. Shuncha summa bo'libdi deb indamay ketaveradi. Shunaqa xalq indamas ekan deb qo'shimcha summa qo'shib hisoblab berib yuborish bu iste'molchilar huquqining poymol bo'lishidir. Qonuniy chora ko'rib tekshiruv o'tkazish kerak deb o'ylayman. Ishchilar xato hisoblashi bu xalqni aldash kerak degani emas. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Isroil va Eron qarama-qarshiligi. So'nggi haftalarda voqealar rivoji shunchalik tezlashdiki, tomonlar endi yashirin urushdan ochiq harbiy bayonotlarga o'tishdi. Eron rasmiylarining infratuzilmaga qilingan hujumlariga javoban Isroilga zarba berishi haqidagi oxirgi ogohlantirishi mintaqadagi xavfsizlik arxitekturasiga jiddiy xavf solmoqda. Nima uchun bu ikki davlat bir-biriga bu qadar tish tirnog'i bilan qarshi? Isroil uchun Eronning yadroviy dasturi va uning proksi kuchlari Hizbulloh yoki boshqa guruhlar orqali mintaqadagi faoliyati o'zining mavjudligiga tahdid deb baholanadi. Eron uchun esa Isroilning mintaqadagi siyosati va AQSh bilan bo'lgan yaqin aloqalari o'z suverenitetiga daxl qilishidir. So'nggi paytlarda ikki davlat o'rtasidagi kurash infratuzilma urushiga aylandi. Neft bazalari, portlar va strategik aloqa tarmoqlariga hujumlar bu iqtisodiy zarar yetkazish va aholi orasida vahima uyg'otishning eng tezkor usulidir. O'yinda faqat Isroil va Eron emas, balki global kuchlar ham ishtirok etmoqda. AQSh Isroilning asosiy ittifoqchisi sifatida vaziyatni nazorat qilishga urinmoqda. Washington mintaqada keng ko'lamli urush boshlanishidan manfaatdor emas, chunki bu global energiya xavfsizligiga zarba beradi. Boshqa arab davlatlari ham bu vaziyatga ehtiyotkorlik bilan qaramoqda. Ularning aksariyati iqtisodiy loyihalar va barqarorlik tarafdori. Eron-Isroil urushi ularning mintaqaviy rivojlanish rejalarini butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaziyatda diplomatik yo'llar tobora toraymoqda. Eronning ogohlantirishi bu shunchaki so'z emas, balki mintaqaviy kuchlar muvozanatini o'zgartirishga urinishdir.
Shu orada Tramp menga suiqasd uyushtirilsa, Eron darhol nishonga olinadi deya o'z X ijtimoiy tarmog'ida post qoldirdi. AQSh Eron bilan kelishuvlarga qaramasdan bunday bayonot berishi bu ko'pchilik tomonidan bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. AQSh prezidentining ma'lum qilishicha, ehtimoliy suiqasd sodir etilgan taqdirda Eron bo'yicha zarba berish to'g'risidagi buyruqlar allaqachon berilganini aytib o'tgan. Uning ta'kidlashicha, mingta raketa jangovar shay holatga keltirilgan bo'lib, zarurat tug'ilganda yana minglab raketalar qo'llanilishi mumkin. Tramp AQSh qurolli kuchlari Eronni to'liq yo'q qilishga tayyor ekanini ham bildirgan. Shuningdek, Tramp Eron oldiga 24 soatlik talab qo'ydi. Washington Tehrondan kemalarga hujumlarni to'xtatish va Hormuz bo'g'ozini ochiq saqlash bo'yicha ommaviy bayonot berishini talab qilmoqda. AQSh rasmiylari talab bajarilmasa, jiddiy oqibatlar bo'lishidan ogohlantirgan. Shuningdek, diplomatik yo'l samara bermasa, muqobil rejalar tayyor ekanini ham bildirib o'tgan. Albatta, siz ushbu holatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzmon TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.